Xo'p, Qurbon ko'liga tushyapmiz endi mana. O'tgan yili bu yurayotgan joylarimiz suv bo'lgan. Shu darajada pasayib ketganki, mana shu ko'rib turgan toshlaringda mana shu joyda suv bo'lgan. Suv bo'lgan shu joylar. Mana shu joylar o'zi ko'rinib turibdi, suv bo'lgan. Bu joyda qayiqlar bo'lgan. Qayiqlar endi mana tepada turibdi. Qurigan xullas. Kamayganda. Endi nimaga kamaygan, endi uni bilganlar kommentariyada o'z fikrini qoldirishi mumkin. Nima uchun bu suv sathi pasayib ketganligini bilganlar izohlarda qoldirishi mumkin. Xullas shunaqa.